O'zbekiston siyosiy tarixida shunday shaxslar borki, ularning ta'siri haqida ko'p gapiriladi, ammo ular haqida juda oz ma'lumot beriladi. Bugun shularning eng sirli, eng ta'sirli va eng bahsli nomlaridan biri Rustam Inoyatov haqida gaplashamiz. Yigirma 3 yil davomida mamlakatning eng kuchli tuzilmalaridan biri milliy xavfsizlik tizimiga rahbarlik qilgan inson kim edi? U qanday ko'tarildi? Qanday tizim barpo etdi va qanday ketdi? Bugun biz bugungi tahlilda faqat faktlar, rasmiy ma'lumotlar va ishonchli xalqaro tashkilotlar hisobotlariga tayangan holda xolisona va tanqidiy nuqtai nazar bilan yondashamiz. Rustam Rasulovich Inoyatov 1944-yil Surxondaryoning Sherobod tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining sharqshunoslik fakultetini tamomlagan. Bu yo'nalishda olingan bilimlar, ayniqsa rus va fors tillarini mukammal bilishi unga maxsus xizmatlar tizimida eshiklar ochdi. Sovet davrida u KGB tarkibiga qabul qilinadi. Ochiq manbalarda 1976-1981-yillarda Afg'onistonda diplomatik yopiq xizmatda bo'lgani qayd etiladi. Bu bosqich ko'pincha razvedka maktabining amaliy sinovli sifatida tilga olinadi. Aynan shu yillar uning keyinchalik O'zbekiston xavfsizlik tizimida shiddat bilan ko'tarilishiga poydevor bo'lib xizmat qilgani aytiladi. 1995-yil O'zbekiston siyosiy tizimi uchun burilish bo'ldi. Rustam Inoyatov Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlandi. Shu tariqa MXX asta-sekin respublikaning eng kuchli organiga aylandi. Xalqaro tahlilchilar bu davrni kuch tuzilmalari muvozanatining tubdan o'zgarishi deb baholagan. O'sha yillarda MXXning ta'siri juda keng edi. Kadrlar siyosatidan tortib iqtisodiy loyihalargacha. Tanqidchilar MXXning nazorati haddan tashqari kengayganini aytishgan. Tarafdorlar esa aynan shu tizim barqarorlikni saqlab turganini ta'kidlashadi. Xalqaro matbuotda Inoyatov haqida soya kardinali, ta'sir doirasi nihoyatda keng amaldor kabi ta'riflar yuzaga chiqdi. Ammo o'zi esa deyarli intervyu bermagan, ommaviy sahnaga chiqmagan. Terrorizmga qarshi kurash 1999-yildan boshlab O'zbekistonda bir qator portlashlar, terrorchilik harakatlari sodir bo'ldi. MXX bu xavfga qarshi keskin siyosat yuritdi. Ko'p tahlilchilarga ko'ra, o'sha paytda mamlakat ichida tartib va xavfsizlikni saqlashda MXXning roli beqiyos bo'lgan. Ammo boshqa bir tomonda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Human Rights Watch, Amnesty International va boshqalar o'sha yillarda qiynoqlar, majburiy iqrorlar, siyosiy motivli hibslar haqida og'ir tanqidlar bildirishgan. Bu hisobotlarda MXXning roli ko'p bor tilga olingan. Rasmiy hukumat esa bu ayblovlarni muntazam rad etib kelgan. Rasmiy pozitsiya shunday: qiynoqlarga mutlaqo toqat yo'q. 2005-yil Andijon voqealari eng og'riqli mavzulardan biri. Xalqaro tashkilotlar ortiqcha kuch ishlatilgan deya xulosa berishgan. Ba'zilar MXXning voqealardagi ishtirokiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston hukumati esa bu xulosalarni asossiz deb hisoblab, voqealarni qurollangan guruhning davlatga tahdidi sifatida ta'riflagan. Bu bo'limni tahlil qilarkanmiz, bir narsani ta'kidlash kerak. Tarix bu voqealarni hali to'liq baholab ulgurmagan, ammo ular Inoyatov davrining eng ko'p bahs keltiruvchi epizodlaridan biri bo'lib qolmoqda. 2016-yilda mamlakatda yangi siyosiy davr boshlandi. Islohotlar, ochiqlik, davlat organlari ustidan parlament nazoratini kuchaytirish jarayoni boshlandi. Bu islohotlardan eng katta o'zgarishlardan biri MXXga taalluqli bo'ldi. Xalqaro va mahalliy kuzatuvchilarning fikricha, MXX o'ta kuchli va kam nazorat qilinadigan tizimga aylangan edi. 2018-yil 31-yanvar kuni Rustam Inoyatov 23 yillik xizmatidan so'ng lavozimidan ozod etildi. Bir necha haftadan keyin MXX butunlay tugatilib, o'rniga Davlat xavfsizlik xizmati DXX tashkil etildi.
Yangi tizimda vakolatlar qisqartirildi, nazorat mexanizmlari kuchaytirildi va xavfsizlik arxitekturasining asosiy prinsiplari qayta ko'rib chiqildi. Rustam Inoyatov ko'pchilik uchun faqat siyosiy figura sifatida tanilgan bo'lsa-da, u uzoq yillar O'zbekiston tennis federatsiyasining raisi bo'lgan. 2018-yilda ITF tomonidan maxsus mukofot bilan taqdirlangan. 2020-yilda federatsiya raisligi lavozimidan ketib, faxriy prezident sifatida qoldi. Bu davrda tennis infratuzilmasi, yangi kortlar va musobaqalar soni oshganini federatsiya rahbariyati ta'kidlab kelgan. 2021-yil noyabr oyida u prezident maslahatchisi lavozimidan ham ozod etiladi. Shu bilan O'zbekiston siyosiy tizimida chorak asrdan ko'proq davom etgan Inoyatov davri rasmiy ravishda yakuniga yetdi. Rustam Inoyatov O'zbekiston zamonaviy tarixida g'oyat muhim, ammo murakkab figura sifatida qoladi. Bir tomondan mamlakat xavfsizligini mustahkamlashda ishtirok etgan uzoq yillik amaldor, ikkinchi tomondan xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga ko'p bor sabab bo'lgan tizim rahbari. Uning faoliyati haqida bahslar hali ko'p davom etadi. Ammo bir narsa aniq, u o'z davrining eng ta'sirli shaxslaridan biri bo'lgan va O'zbekiston siyosiy tizimida chuqur iz qoldirgan. Sizningcha MXXdan DXXga o'tish mamlakat xavfsizlik tizimini nechog'lik o'zgartirdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.